Hozir mana shu joyni biz sizlarga hisob-kitob qilib beramiz. Bu obyekt hali hech kim menimcha hisoblanmagan, proyekt ham hali tayyor emas. Hozir biz o'zimiz xomshot qilib, polностью qancha betga расход ketadi, topli pol hisoblaymiz. Narxlari oxirida hisoblab beraman, kuzatib turinglar. Bu joyimiz hozir 35 ga 35, общий kvadraturasi 1225 kvadrat bo'ladi. Hozir biz faqat topli pol va topli polga kerakli mahsulotlar hisoblaymiz. O'shanda usta haqida ham hisoblab beramiz. Tak, endi bizda 8600 metr topli pol ketyapti. Bu 49 million atrofida chiqyapti. Keyingisi teplоизоляtsiyamizga Penaplex 1750 ta dona, 24,5 million. Keyingisi gidrobaryer 1225 metr kvadrat ketadi, 10,5 million. Также bo'lish uchun bizda demfirni lentamiz qo'yiladi. 40 ta buxta ketadi, 2 million 100 ming so'm hisob. Usta haqi keladigan bo'lsak, примерно 1000 kvadrat toshim hisobiga 40 mingdan hisoblaymiz. 1225 kvadrat 40 mingdan 49 million ketyapti. Endi eng shirin joyi, bu yerda mahsulotlari hammasi sifatli hisoblangan, kачественный mahsulot.